Judayam ko'pchilik so'rashadi, nimaga endi biz toqqa chiqishimiz kerak, nimaga endi biza bunaqa jonli uchrashuvlarga, retreatlarga chiqishimiz kerak, nimaga endi biza qanaqadir o'zimizdan uyimizdan, chunki hamma ko'pchilik o'rganib qoldi onlayn dars o'tishga, onlayn eshitishga, onlayn o'sha o'zi o'tirgan makonidan ham ishlarni bajarishga, lekin bor mana shu juda ham ko'pchilik so'rayotgan savollarga shunaqa oddiy yengil javob beramanki, siz tabiat qo'yniga chiqqandingiz, sayohatlarga chiqqanda albatta nima qilasiz? Sizda birinchi o'rinda yengillik, o'sha joydagi tabiat qo'ynidagi qanaqadir erkinlik, ozodlik va albatta sizda qanaqadir baxt hissi. Bu joyda biz ayniqsa ayollarda dopamin, oksitotsin va albatta serotonin gormonlari oshadi. Pozitiv energiyalarga to'lamiz, raqsga tushamiz. Shunday ekan, retreatlar, jonli uchrashuvlarga, sayohatga chiqing, biz bilan birga bo'ling.